Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlar. Mana bozorda bilsalaring qizil ranglik shoftoli ko'payib ketdi. Ba'dan bitta ko'rsatib qo'ying-da. Qaydan ochib mana aqirtirib sug'oryapmiz. Bu limonka sorti bo'ladi. Yaqindan olib kelib ko'rsatib qo'ying. Limonka shoftoli. Bozorda boshqacha rangli shoftoli shu bo'ladi mana. Biz buni ko'chatdan ko'paytirib qo'yganmiz. 25 ming so'm sotilyapti hozir. Buni yeb ham ko'rsatib qo'yaylik. Qani yumshaganidan bitta yeylik. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'lganini qaranglar. Umuman boshqacha rangli. Ko'rganmisizlar shunaqa shoftoli? Xo'p. Suvda endi yuvib limonni yegandek bo'laveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Juda so'shni, shirin. Voy, boshqachasi ekan, haqiqiy shoftoli. Yegisi kelganlar achchiqlanib chiqmasin. Kesalarni berib yuboramiz. Mana yana bitta ko'rsatib qo'ying. Kichkina niholchamiz demayman. Bu tomondan ham. Bu tomondan ham bitta ko'rsating. Ko'rsating. Bittadan like kutib qolamiz. Podpiska bo'lib kuzatinglar. Yangiliklar qo'yishda davom etamiz.